Assalomu alaykum hammaga. Uzoq tanaffusdan keyin mana akalarimiz birinchilardan boshlab 8 oy kutdik 5 barmoqda yana ikkinchi filial ochilishiga. Birinchi filialimiz yopiluvdi, ikkinchi filialimiz ochildi. 16-kunda rasman ochilishini e'lon qildik. Kelinglar akalar, mazasiga baho beringlar. Bu bo'lakchasilik. ta'mini bilasiz o'zi. Voy, Bemalol kela olasizlar. 16-dekabrdan boshlab rasman ochildi akalar. Qartalari bilan mana aka.